Xohlang xususiy klinika qiling, xohlang maktab, bog'cha qiling, xohlang hostel qilib qo'ying. Kirgiliga kelgan qo'shni shahar viloyatlardan kelgan mehmonlarga xizmat ko'rsatib pul qiling. Assalomu alaykum. Zinat uy joyi savdoda zo'r kattakon 21 sotixli obyektimiz chiqib qoldi. 2 qavatli binosi, yonida skladi bor, mana bunaqa hovli hududlari bor. Bu joyimiz FNPZ Promzona tomonida joylashgan. Bu tomonimiz mahalla, quyi kirgili, bu tomonimiz Promzona tomonda. Shu obyektimiz chiqib qoldi. Soqqani soqqa ko'radigan hojakalarimiz bu joyni ko'rib o'zi planlarini qilib bo'lishdi. Uy egalaridan nechta xonali bu deb so'raydigan bo'lsak, o'zlari ham dokumentdan sanab berishdi. 30 tadan oshiq 35 taga yaqin xonasi bor ekan. Birinchi qavatda ba'zi xonalarda remont qilib yashab kelishayotgan ekan. Qolgan joylarini o'zingizga moslab sotib olgan bo'lsangiz, o'zingiz biznesingizga moslab zo'r qilib remont qilsangiz bo'ladi. Hujjatlari turar qilingan, rejalaringizga qarab turar, noturar, bitta ariza bilan hal bo'ladigan narsa. Narxini ham eshitsangiz juda ham hayron qoladigan narxda. Narx-navosini batafsil ma'lumotlarini bilish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. Batafsil ma'lumotni berib, olib kelib ko'rsatib, ma'qul kelsa, xudo xolasa, chiroyli qilib baraka qilib beramiz.